Mana biz mikrofon zonasidamiz. Bilamizki, piramida qishloq zonalari bor. Biz hozir o'shalarni yozamiz. Agar 1131 212 qilasizlar, mana uni bosasizlar. Qarasizlarki, bir yondan chiqasizlar. Borganinglarda mana yerda ikkita qishloq bor. Mana birinchi temirxona, mana ikkinchi temirxona. Mana ko'rganinglardek sandiqda oyoq kiyim, 2 oltin, 3 olma, 3 meva va egar bor. Daraxt ham bor. Ikkinchi temirxonada esa 3 temir, bitta bosh kiyim, bitta katka, 3 olma, 18 suyoq bor. Ko'p turganlardek. 14 ham bitta qishloq bor. Mana ko'rganinglardek. Bu yerda hech qanday temirxona yo'q. Bu birinchi zona edi. Ikkinchi zona piramida zonasi. Bu har doimgidek eng oz zona. Mana ko'ryapsizlar. Bitta ham ikkita piramida bor. Mana 2 xil. Mana ko'rishingiz mumkin nima borligini. Ko'rdinglar? Ikkinchisi ham bor. Mana bunisida nima borligini ko'rishingiz mumkin. Ko'rganinglardek. Mana oddiygina. Bu ikkinchi zona edi. Agar shu videoga 100 zonalar yig'sam, eski versiyada qanday qilib narsalarni ko'paytirish videosini joylayman. Uchinchisi ham oddiy 999. Ko'ringlar, mana qishloq bor. Mana. Bunda bitta shim, 3 olma, 5 obsidian bor. Bitta hech qanaqa qishloq yo'q ortiqcha. Faqat atrofida ko'k dengiz bor xolos. Mana. Uchinchisiga xohlaganlaringni yozishing mumkin. Sizlar nechini yozgan bo'lardinglar? Men tavakkal qilib yozib qo'yaman bunisida. Xo'sh. 00 hech yozib ko'rmabman. 00 kichkina olotchi ekan. Ko'rib turganlardek. Bu yerning pastida olmos ko'p. Oltin, temir, magma, lava shunaqa narsalar bor. Mana pastda shaxta bor. Agar keyingi videogacha shu videoda 10 ta like yig'sam yo 20 ta like yig'sam, yangi versiyada qanday ko'rim? Mana shunaqa yorug'lik effektini chiqaraman. Telegram kanal bor. Mana oltin.
Diğer 8'e çıkarken bitti. Kod bir keken bitti. Bunu kımasam bu muydu dakika? Götürenlerdi. Ba'da şaxta tabii ki. Bu şaxtaga men birinchi bor kelishim. Ammo kim pastda olmos topganman. Mana pastda ham shaxta bor ekan. Ko'rganinglardek bor. Hamma ko'rsatishim shart emas. 10 ta like yig'sam men modlarni qanday o'rnatishni ko'rsataman. Bu yerdagi zonalarni o'chirib yuboramiz. Alohida bitta zonalar ham bor. Bu zonalarni qilishim oson bo'lmagan. Mana bu yerda bir necha marta jang qilganman o'rtoqlarim bilan. Ammo ko'p o'xshamagan. 5 tonlagi men ishim qolib ketibdi. Agar shu videoda 20 tadan ko'p like yig'sam, hamma oddiy kitobda sehrlaydi, to'g'rimi? Sehrlash istoriyada. Olmos ketgan sehrlaydi, boshqa narsani sehrlaydi. Gapim to'g'ridir. Afsuski qolmadi. Men qanday qilib mana shu kitoblarni sehrlashni o'rgataman, yo bo'lmasa modlarni o'rgataman. Mana shunaqa tez qiladigan qilma. Hamma biladiki, eski yo'lda buni to'g'ri bo'lmaydi. Men o'shani olishni o'rgataman. 3 ta like yig'sa. Shunday qilib biz mana bo'ldi. Bizning birinchi videomiz tam tugadi. Bu videoning ikkinchi qismi ham bor. Agar obuna bo'lishingiz shart emas. Like bosishingiz bo'ladi. To'g'ri, obuna ham bo'ling, ammo ba'zida